dunyoda hech bir narsani va hech bir kimsani xor va haqir sanamang. Zero o'sha narsaga yoki aynan o'sha kimsaga sizni ishingiz tushib qolishi hech gap emas. Qala an-nabiy sallallohu alayhi vasallam: "La yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr." Qalbida zarra misqolicha kibr bor kishi jannatga kirmaydi. Ishonasizmi, yoshligimda men mana shu zulukdan irganardim, jirkanardim juda ham, lekin buvimlar aytardilar, olib kelib berardim. U paytda faqat 5 yog'ochda sotilardi. Razvi idishlar ham bo'lmas edi. Oddiy bankaga solib, ustiga marli yopib berardi. Endi defitsit narsa bo'lgani uchun, menimcha napas olmay o'lib qolmasin deb shunaqa qilib bergan bo'lsa kerak. Endi bankalarning kirishkalari bo'lardi. Nimagadir ham menga shu marli yopib berardi. Endi va qanaqadir yoqtirmay ko'tarib kelardim. Lekin vaqtlar o'tib mana o'zim ham shu narsaga ishim tushdi. Hadis sharifda aytiladiki, kullu xalqillahi hasan, ya'ni Allohning har bir yaratgan narsasi go'zaldir. Men o'yladim, buni qarab, buni nimasi go'zal bu irkamchi narsani dirdim-da. Endi hozir menga bundan go'zal narsa yo'q, ishonasizmi? Qo'limga olib, bemalol ushlamasdim, oldin pinsetda ushardim. Bu yoqdan ushlasam, bu yoqdan qochib ketardi, bu yoqdan ushlasam, bu yoqdan qochib ketardi. Endi hozir bemalol qo'limda ushlayman, yana erkalab qo'yaman. Какие они бархатные, красивые deb. De. Endi menga hozir bundan chiroyli narsa yo'q, ishonasizmi? Insonni davosini kichkinagina qurt ichiga joylab qo'ygan. Allohga hamd bo'lsin. Bu qonni so'rishi barobarda qonga so'lagidan girudin moddasini chiqarib beradi va shu orqali sizni qoningizni suyultiradi. Hada xalqulloh هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين.